Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi obyektimizni o'z nihoyasiga yetkazdik. Bu ishimiz Toshkent shahar Rohat tumanida bo'ldi. Bordon ko'lda. Uy qurish haykallarga qidirganmiz. Budjetli variantda MDF laminatli, o'sha yonlari odatdagidek listvindan bo'lgan, katta ustullari MDFdan bo'lgan. Uy qurish haykallarimizga ham arzoncharoq qilib berganmiz, ya'ni Bitek kraskalar bilan ishlatganmiz, faqat bir komponent kraska bo'lgan. Stupenkasini $70 dan qilib berganmiz. Ko'rishlaringiz uchun juda chiroyli chiqdi. Xudo xolasa kimda-kim agar sizga xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, uy qurish haykalarimizga ham arzonroq variantlarimiz bor. Budjetli variantda xudo xolasa ishlarimizni tiniq qilib chiqarib beramiz. Bu $60lik MDF dan ko'ra anchagina farq qiladi. Bu $60lik bilan solishtirmaysizlar. Har bitta stupenkasi $70 dan. Xudo xolasa eng arzon ishlarimizga ham eng kamida 2 yilga garantiya beramiz. Bu degani 2 yil yetadi, 2 yildan keyin qachon chiqib ketadi degani emas. Kamida 10 yil, 15 yilga xudo xolasa xizmat qilib beradi. Bunga shunaqa ishonchli, mustahkam, sifatli zinalar kerak bo'ladigan bo'lsa, 0910 raqamlarimiz doimiy aloqada. Ustasi xudo xolasa ishlarni chiroyli qilib bitkazib beradi.